Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. Xo'p. Bugun 31-mart, xudo xolasa sizlarga ko'chma do'konlar haqida, narx-navosi, razmerlari haqida to'liq tushuntirib o'taman. Bizlar hozir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida turibmiz. Buxorodan kelishda Toshkentga ketish. Kattaqo'rg'on darvoza mana Peshamir Razorot. Peshamir Razorot qimasidan o'ng qo'l tarafda keladi bizlarni. Ikkinchi filialimiz bu. Glavniy filial naryoqda tumanda. Xo'p, sizlarga bugun основной tayyor do'konlarni ko'rsataman. Nalichkada bor. Kimga srochniy kerak bo'lsa yoki do'kon qidirib yurgan bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar videoni, sizlarga batafsil tushuntirib o'taman. Mana bu do'konimiz 6x3 riflionniy listdan qilingan qalin tunikadan. Bu do'konimizning narxi 30 million so'm qilib beraman. Dastavka bor, respublika bo'yicha ustanovka ham qilib beramiz. Narxi do'konimiz. Bu sotilgan. Buni razmeri 4x3, 25 million so'mga sotilgan. Qayerga sotuvdik? Toshkent, 25 millionga Toshkent shahariga sotilgan bu do'konimiz. Xo'p. Yana bir mana 5x3 do'konimiz tayyor nalichkada turibdi. Nalichkada. Bu do'konimiz 28 million so'm qilib beraman. Tayyor podключ, orqada fortichka, devorlar MDF, ichki devorlar, ya'ni fasadlar riflionniy listdan qilingan. Yonbosh tunika, orqalar hamma yog'i riflionniy listdan qilingan. Hop. Mana bu yoqda ham bitta 5x3 do'konimiz bor, qizil mokri. Bu do'konimizning razmeri 5x3, 5x3. Bu ham riflionniy listdan qilingan. Buni narxi 28 million so'm qilib beraman. Bu ham juda ham sifatli, ichlari MDF, qolam MDF, tepalar Decor Plus. Mana bu oq deyishlari mumkin, oq emas bu. Bu prosta laklinka usti, oq laklinkasi bu. Bu antrazit akfa. Antrazit akfa. Mana riflionniy list, mana bunaqa. Mana yaqinroqdan. Mana ko'rsatuvchi juda ham baquvvat. Devorlar buzib ham kira olmaydi. Juda ham qattiq, qalin listdan qilingan. Keyin pechat urilgan. Mana kichkina pechat, mana gullari ko'p. Bu apparatda chiqqan tunika list. Bu 8 ga 8 profil. Bu yangi dizaynimiz. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsat. Yaqinroqdan mana juda ham chiroyli chiqqan, sifatli. Mana tepa qoshlariga ham e'tibor beringlar. Xudo xolasa neobeshniy fasonda respublika bo'yicha hali bunaqangi hali yangilik hech kim kiritmadi. Riflionniy list, bir yog'i chiroyli fason, neobeshniy fasonlar qilyapmiz. Keyin respublika bo'yicha dastavka, ustanovka tayyor holda boradi. Joyiga borib terilmaydi bular, chunki bizda har qanaqa texnika bor. Katta texnikalarni olib borib, kranni o'zimiz o'rnatib beryapmiz. Bunaqa hali sharoit, bunaqa nima respublika bo'yicha adashmasam topolmasanglar kerak. Bu do'konimiz razmeriga kelsak 6x3. Bu do'konimizni 31 millionga berib yuboraman. 31 millionga. Nalichkada bu ham. Hech qanaqa zakasi yo'q, xudo xolasa. Mana ishlarini ko'ringlar. Orqada fortichka, mana devorlar MDF. Juda ham baquvvat. Polimiz ham MDF. Mana ichlari ham salqingana turibdi. Tashqari issiq bo'lishiga qarab, xudo xolasa. Issiq sovuq normal ishlab beradi. Xo'p. Bu o'zimizning qarovulxona. Mana ko'chma uy so'raganlarga 5x3. Ko'chma uy bu. 2 xonadan iborat. Mana yaqinroqdanki bu razdivalga, oshxona qilsa ham bo'ladi. Yotoqxona mana bu tarafda. Yotoqxonamiz mana. Ichlari salqingana, mana fortichka, oldida deraza bor. Decor Plus'dan qilingan. Bu ham nalichkada turibdi. Buni xo'p 5x3 dedik razmerini, nalichkada buni 27 million so'mga berib yuboraman. 27 million so'mga. Mana bu do'konimiz. Xo'p. 7x3 Qashqadaryo viloyati adashmasam shahri Sabzga tayyorlangan do'konimiz mana. Ichlarini ham olishlar mumkin. Fortichka, orqada zapasnoy eshik, mana tepasi qizildan ishlangan, o'rta seri
Xalosa qilingan. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan bu ham. Bu do'konchamiz 10 million so'mga berib yuboraman. Pashta 2 ga 2. Sal kichikroq. 180 mi, 180 mi shu atrof chiqadi. 10 million so'mga berib yuboraman, xudo xolasa. Yana bitta ko'chma uyimiz. Ko'chma uy so'raganlar juda ko'p bo'lyapti. Birinchi xona mana razdevalka, ikkinchi xona sanuzel joylashtirsa bo'ladi bemalol. Mana kirib, mana orqada fortishka, devorda dekor, yotoqxonasi. Mana yotoqxona. Kengana mana fortishkasi bor, oldida mana derazasi bor, mana kattagina ochiladi, xudo xolasa. Juda ham mustahkam, mana salqingana ichi maza qilib yashasa bo'ladi ko'chma uyimizda. Xo'p, bu do'konlarni aytdik, 5 ga 3. Buni narxini aytmadik-a, bu 5 ga 3 ni narxini aytdim, 6 ga 3 bu. Buni 29 million so'm qilib beraman nalichkada. Bu aytilgan narxlar 2-3 kun faqat nima bo'ladi, keyin ko'tarilib tushishi mumkin. Kimga kerak bo'lsa shoshilinglar, shu aksiya narxlarda beramiz, xudo xolasa. Yana tushunmagan savollar bo'lsa pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqinglar. Nark filialiga boraman. U yerda ham bir 20 tacha do'konimiz tayyor, lekin ularning hammasining egasi bor. Necha pul, qayerga sotildi, hammasini ma'lumotini beraman. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Rahmat sizlarga.